Assalomu alaykum. Agarda siz trading sohasini noldan professional darajagacha o'rganmoqchi bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Birinchi o'rinda sizlarga eng ko'p so'raladigan muhim savolga javob berib o'tsam. O'zi trading kimlar uchun? Men bu savolga qisqacha javob beraman. Trading hamma uchun. Bu doktor bo'ladimi, taksist bo'ladimi, yo o'qituvchi bo'ladimi, hamma tradingda o'zini sinab ko'rishligi kerak. Trading ko'ringani kabi oson soha emas. Agarda sizlar $1000 bilan yoki $10,000 bilan 1 oy yoki 3 oy ishlab ko'rsanglar, tradingdagi bor haqiqatlarni ko'rasizlar. Shu sabab tradingga qiziqayotgan hamma bu sohada o'zini sinab ko'rishligi kerak. Xo'sh, trading nima degani? Trade bu nimanidir sotib olish va sotishlikka aytiladi. Agarda sizlar nimadir sotib oldinglar va uni sotdinglar, mana shu jarayon trade deyiladi. Endi sizlar tradingda nima olib sotasizlar? Aynan mani sahifam orqali sizlar kriptovalyutalarni, ya'ni halol bo'lgan kriptovalyutalarni arzonligida olib, qimmatligida sotishlikni o'rganasizlar. Eng muhimi bu berilayotgan ma'lumotlar mutlaqo bepul. Videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ringlar. Xo'sh, sahifamda sohani qanday o'rganasizlar? Har kuni YouTube kanalimga video darsliklar chiqarib boryapman. Aynan shu bo'limda sizlar tradingni noldan o'rganib borasizlar. Kanalimga e'tibor qilsanglar, boshqa bo'limlarda sizlar tradingda foydalaniladigan boshqa instrumentlar, misol uchun indikatorlar yoki patternlar, risk menejmenti, psixologiya bo'yicha bepul video darsliklarni ham topishinglar mumkin. Darsliklarni ko'rganinglardan keyin agarda sizlarda savollar tug'iladigan bo'lsa, savollarga Telegram guruh orqali javob olishinglar mumkin. Har kuni qilinadigan stream orqali o'z savollarga jonli tarzda shaxsan o'zimdan ham javob olishinglar mumkin. Bularning hammasi trading sohasini noldan o'rganmoqchi bo'lganlar uchun juda qulay imkoniyat. Agarda sizlarda tradingga oid savollar bo'lsa, albatta izohlarda yozib ketinglar, videoga like bosish esingizdan chiqmasin.